Mana shu damas sizlarga tekinga shundoq berib yuboriladi. Nomerni ham o'zim qilib beraman, notarisini ham, atsenkasini ham, bank boshlang'ich to'lovini ham hammasini o'zim qilib beraman. Faqat sharti bitta podpiska bo'lib, like bosib, shundan oldimga kelasiz. Hodiy mashinani bitta ko'raysiz, mana kim uspet qilsa, o'shanga berib yuboramiz. 2021-yilda ishlab chiqarilgan gaz ballonlariga uстановка qilib qo'yilgan mashinani holatlarini mana ichidan ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Ana o'sha paketlargacha qilib qo'yilgan, chexol, polik hamma narsalar tashab qo'yilgan. Mashina mehnatga tayyor turibdi. Yurgani ham unaqa ko'p emas. 139 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Bundan tashqari bu mashinani qo'yayotganimizni sababi nima? O'sha podpiskani ko'paytirish, xalqqa tanilish, ochig'ini aytaman, xalqqa yordam bo'lsin u yo'q demayman. Podpiska bo'lish, tanilish, odamlarni o'sha ishonchiga kirish, ishonch birinchi o'rinda. Har doim aytaman, Hodiy Avto sizni ishonchingiz uchun harakat qilyapti deyman. Faqatgina kelganingizda mana shu sizga xizmat qiladigan bolalarimiz bor. Nomer taqib beradigan, notaris qilib beradigan, u qiladigan, bu qiladigan bolalarimiz bor. Qo'liga rahmat uchun $300 qo'liga berib qo'yasiz, hamma ishlaringizni o'zi bitirib beradi. Joninglar sog' bo'lsin, kuzatishda davom etinglar. Oylik to'lov batafsil ma'lumotlar Telegram kanalida.